Urgumchak odam oxirgi daqiqalarda chiqarilgan. 1962-yilda Marvel muharrirlari bolalar urgumchak odamdan qo'rqadi deb uni rad qilishgan. Lekin Stan Lee baribir chop etgan. Urgumchak odam 10 tonnadan ko'p yuklarni ko'tara oladi. Minimal kuch 10 tonna, maksimal esa stress paytida yanada oshadi. Spider Sense oddiy refleks emas, ba'zi hikoyalarda bu kuch kosmik darajadagi sezgi hisoblangan. U komikslarda ko'p martalab xalqni to'xtatgan. Xalqqa qarshi albatta kuch bilan emas, strategiya bilan jang qilgan. Fanatiklar orasida uning IQ darajasi 250+ deb baholangan. U o'z kuchini 100% ishlatmaydi. Urgumchak odam ko'pincha kuchini ushlab turadi. Sababi, agar to'liq ursa, oddiy odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. U aslida juda baxtsiz qahramon. Marvel ichida eng ko'p ishdan ayrilgan, har doim pul bilan muammolar, sevgan insonlarini yo'qotish kabilar. U oddiy odam, faqat taslim bo'lmaydi.